Hurmatli obunachilar, mana shu betimiz savdosi bo'lyapti. Qonida 3-chi ekan, mana ikkinchi bolasi ekan. Bu 1 oylik gumoni bor ekan. Bu 6 oylik bo'g'oz ekan. Mana shu savdosi bo'lyapti. Mana. Sigir go'zal ekan. Necha litr sut bergan? 10 ta ko'proq. 10 tadan oshiq sut bergan. Bolasi ham mana shunaqami? 10 ta. Hozir necha litr suti bor? 10 ta suti bor hozirgi holatiga. Tuqqanda ko'proq edi ekan. 10 litr suti bor ekan hozir ham. Mana gelinlar. Shu ham go'zal ekan. Bo'g'oz deyapti, 1 oylik gumoni bor ekan. Yashurdan chiqdi ekan. Yashurdan chiqibdi. Go'zal. Necha pul narx aytyapsizlar bunga? 45 million narx aytyapti. Bozor pul berdim bunga? Necha pul? 33 million pul berdi. Hurmatli obunachilar, yosh narsa ekan. 2 kurak ko'rdimmi? 2 kurak. 2 kurak. Telefon nomeri aytamiz. 94lik. 94lik 086 086 1815. 1815. Manzil Paytiq dedingizmi? Paytiqdan ekan. Siz bosgan Paytiqdan. Buni ham savdosi qizyapti, hurmatli obunachilar. Necha oylik bo'g'oz ekan aka? 4 oydan o'tgan aka. 4 oydan o'tgan. Necha pul narx aytyapsiz? 27. 27. Bozor necha pul berdi? Bozor qancha pul berdi? 25. 25 million. Ko'rib turamiz. Blogermisiz? Ashunaqa. Hurmatli obunachilar, navbatdagi molimiz 8 oylik bo'g'oz. Qanda 15 litr sutga beraveraman deyapti. Gelinlari ham yaxshi. Nechinchi bolasi ekan qondagi Mirobdagi? Ish bosgan aka. Ish bosganda 5 ta 6. 5 ta 6 ta tuqqan ekan. 25 million so'm bozor pul berdi. Charchamayapsiz. 25 dan oshig'iga ana bola patent sotaverdi, ko'ring-chi. Necha qilyapti? Bu necha pul qilyapti o'zimiz ro'zg'or bobida? 22 million so'm. Nechinchi qoringa bo'g'oz ekan? Ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. 22 million so'm narx qilyapti. Tishi 6 ta ekan, hurmatli obunachilar. 22 million so'm. Mana ro'zg'orbob bo'g'ozlar. Bu necha oylik bo'g'oz ekan aka? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz. Necha pul narx aytyapsiz? 21 million so'm narx aytilyapti. Bozor necha pul berdi? Bozor 18,5 so'rayapti. 18,5 million so'm pul berdi. Qaydi moli? Asakaniki. Asakani moli. Nomer aytmayapmizmi? 99lik 632 632 57 57 Ish bosgan shekilliga? Yo'q, 8larni ham 8 dan ham chiqaramiz. Mana bitta o'zimizni Zaydar.
Necha pul deyapsiz aka buni? 35 million kami bor. Nechinchisiga bo'g'oz? Ikkinchisiga bo'g'oz ekan, hurmatli obunachilar. Ama mol chiroyli narsa ekan. Bozor necha pul berdi aka? Bozor. Bozor 30 million beryapti. Ha, hurmatli obunachilar. Mana savdosi bo'layotgan joydan hurmatli obunachilar. Necha pul beryapsiz? Aka sotildi. Qanchaga? 20 million 500 mingga. 20 million 500 ming so'mga sotilib. Xunajimmi? Xunajim bo'g'oz 6 oylik. 6 oylik bo'g'oz 20 million 500 ming so'm. Go'zak ekan. Egasini ham olib qo'ying, chiqarib yuboring. Qani egasi? Ha, egasi. 20 million 500 ming so'mga sotilib. Hurmatli obunachilar. Mana o'singiz ro'zg'or bor sigirlarimizni. Nechinchisiga bo'g'oz aka bu? 3-uchinchisiga bo'g'oz. 8tami tishi? 8 to'ldir. 8-sini to'ldirib. Necha oylik bo'g'oz? 7,5. 7,5 oylik bo'g'oz ekan. Yaqin ekanlar. Puli yengilmaga necha pul deyapsiz buni? Torting. 22 million so'mdan narxlar. Bozor necha pul berdi? 7,5, 18. 17,5 million, 8 million so'm pul berdi. Mana 20,5 ga sotilgan bo'g'ozimiz, hurmatli obunachilar. Aka sotildimi? Hurmatli obunachilar, navbatdagi bo'g'oz sigirimiz. Güzel narsa ekan, tam qora pantera. Nechinchisiga bo'g'oz aka? 3-chisiga bo'g'oz. Necha pul narx aytyapsiz? 40 million. Bozor necha pul berdi? 40 million narx aytishyapti ekan, bozor 33 million so'm pul berdi. Ostlari ham yaxshi ekan. Necha oylik bo'g'oz aka? Уже kuni qolibdi-da. Mana 33 million savdosi bo'ldi. Qancha bo'ldi aka? Necha pul dedi? 32 dedi. 32 million bo'ldi. Mana shvet bo'g'oz. Aka nechinchisiga bo'g'oz ekan bu? 3-chisiga bo'g'oz. Necha oylik aka? 9-oyga kiribdi-da. 20 kunda tug'ar ekan. Sizga bo'g'oz. Sigirda holatlar. Necha pul narx aytyapsiz aka? 45 million. Bozor qancha berdi? 40 million. 40 million so'm bozor pul berdi. Necha litr sutga? 15 ta sutga. 16 yarim oldim deb o'yladim. Sherigichi aka? 37 qilyapti aka. 37 million so'm qiladi. O'zi qancha narx aytyapsiz? Buni ham oyi qo'ygan, kuni qo'ygan. 37 million so'm pul beryapti. Bu ham 3-chisigami? 3-chisiga bo'g'oz ekan bu ham, hurmatli obunachilar. Navbatdagi bo'g'ozimiz savdosi bo'ldi. Necha berishdi aka bunga? 30 beryapti aka. 31 million so'm. Nechinchisiga bo'g'oz? 5-chisiga. 5-chisiga bo'g'oz ekan. Harkar oladi. Yo'g'ariga ketaveramiz. Oldingizmi? 5-chisiga bo'g'oz 31 million so'm savdosi bo'lyapti. Menimcha tirikchilikka olishgan.
Bor, bozorda oxirida 50 ming bor sizga. Ha. Hammaga 50 ming so'mni taqib Bor ekan. Hali tug'magan narsa endi yeni solyapti. Mana degan sigillarimiz. Bular ham bo'g'oz ekan. Holatlari ham. Bu ham yaqin bo'g'oz shekilli. 80 million deyapti, kami bor deb. Qaysini? Buni 80 million deyapti. Kami bor. 80 million kam bor narxi aytilyapti. Ikkovsiga 82 million pul berdi. Siz berdingizmi? Yo'q, u To'g'ri aka berdi, do'play. Juppigami? Ha, jupiga 82 million. Juppiga 82 million so'm pul berdi. Hozir buni juppi ma'nomi? Ha, jupachi ekan. Bu ikkovi ekan. Juppiga 82 million pul beribdi. Buni ma'lumotlar olaylik. Bu nechinchisiga bo'g'oz ekan, tog'a? 3-chisiga bo'g'oz. Oyi qo'ygan dedingizmi, kuni qo'ygan dedingizmi? Kuni. Necha litr sutga? 30 taga. 30 taga yangi tuqqanda. Yo'q. Yaxshi bilan chiqqan. 30 litrga javob beryapti. Telefon nomerni aytib qo'ying, tog'a. 88 lik. 731 0010. Bozor necha pul berdi? 45 million. O'zingiz necha pul narx aytdingiz? 60 million narx aytilibdi, 45 million bozor pul berib. Hurmatli obunachilar. Sizga duoga kirib qolibdi. Ana onu yana bolalar. Bu bo'g'ozdan nima ro'par edik. Hayyana. Necha pul beryapsiz aka? Necha pul beryapsiz? O'zaga necha pul beryapsiz? 82 million. Qancha? Beravering aka. Juppiga 82 million. Yana bo'ladimi? O'zaga bir necha pul aka? Nechinchisiga bo'g'oz bular, to'g'ri? 3-chisiga ikkovi ham. Uchinchisini tug'adi ekan. Degan sigirlar. Navbatdagi shved hunarchimiz, hurmatli obunachilar. Aka, bu shvedga necha pul narx aytyapsiz? 40 million so'm narx aytildi. Bozor necha pul berdi? Necha pul? 36 million so'm bozor pul berdi, hurmatli obunachilar. 40 million so'm narx aytilyapti. Necha oylik? 7 oylik bo'g'oz. Chiroyli narsa ekan. Ma'zil qayda mol aka? Marhamatli mol ekan. Telefon nomer berasizmi? Shart emas. Ayting. Shunda tuqqan ekan-a? 88. 88lik 434 434 80 81 ekan. Hurmatli obunachilar, marhamat 36 million so'm
Hozir bozor pul berayotgan 40 million so'm narx aytilyapti. Hozir kami bor. ha, hurmatli obunachilar, 7 oylik bo'g'oz ishlayapti. Navbatda eshib o'tdimiz, hurmatli obunachilar. Nechinchisiga bo'g'oz ekan bu shvetimiz aka? Qisir aka. Qisirmi? Qisir sog'di ekan, hurmatli obunachilar. Bo'g'oz desa qisir sog'di. Shunday yuvosh narsa ekan. Nech pul narx aytyapsiz aka bunga? Aka, nech pul narx aytyapsiz? 35 aka kami bor. Nech pul berdi bozor? Berishyapti, har xil. Oxiri 26,5. 26,5 million so'mga chiqibdi. Nech litr sutga? 15 ta 10 taga olishadi. 10 ta sutga olaverasizlar aka, o'zi 15 ta sut beryapti. Ha, jiyanim, nima bo'ldi bu?